joyda Chortoq tumani o'zi 15 talik respublika bo'yicha jadal rivojlantirish dasturiga tushgan. Bundan bitta loyihamiz Katta Namangan kanalining 4,2 kilometr qismini betollash, aholiga dam olish maskanlarini yaratish hamda eko yo'lakchalar tashkil etish rejalashtirilgan. Bunda hozirgi kunda 4 kilometr kanal bo'yi betollandi, salomatlik yo'lakchasi tashkil qilindi hamda aholiga dam olish maskanlari yaratildi. Yo'l bo'yida qurilayotgan binolarimiz, inshootlarimiz asosan savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, kafelar, oshxonalar, undan tashqari bolalar uchun bolalar maydonchalari tashkil qilingan. Ushbu loyihamizga 20 milliard so'm mablag' ajratilgan. Umumiy 7-6 kilometr kanal betollash hamda salomatlik yo'lakchalarini qurish rejalashtirilgan. O'shanda bir tomonimiz Yangi Namangan tumani, ikkinchi tomon Chortoq tumani markazigacha borishini amalga oshiramiz. Bo'ldi. Demak, bir piyoda yurgan odam Chortoqdan Yangi Namangangacha yuraveradi. Shunaqa piyoda borsa bo'laveradi.